Ayollik jozibasini oshirishni 3 ta siri. Birinchi o'rinda o'zingizga e'tibor bering. Ya'ni kiyinishingiz va o'zingizni parvarish qilishingiz, pokizalik hamda yoqimli hidlar taratishga harakat qiling. Aynan ayol kishini o'ziga e'tibor qaratishi va pokiza, toza, ozoda bo'lib yurishi uning ayollik jozibasini oshiradi. Ikkinchidan, muloyimlik, ya'ni nafis xulq-atvor. Xulq-atvoringiz ustida ishlang. Iloji boricha muloyim, ohista va mulohazali gapiradigan dono ayolga aylaning. Mana shunday dono ayol bo'ladigan bo'lsangiz, erkak kishi sizga magnit kabi yopishib qoladi. Uchinchisi, doimiy tarzda shukronalik. Aynan shukronalik energiyasi sizni yanada jozibangizni oshiradi. Ichki his-tuyg'ularingiz ijobiylashgani sayin uyingizda baraka va turmushingizda osoyishtalik hamda juftingiz bilan baxtli hayot sizni kutib turadi.